Kunlar isishganda aynan ko'p odamlarda, insonlarda, особенно yosh bolalarda burunda tezda qonashini kuzatiladi. Bunga asosiy sababi bu mavsumga bog'langan holat hisoblanadi. Ya'ni yoz mavsumida kunlar isigan hisobiga havo juda ham quruq va isitilgan bo'ladi va bu burunning ichiga kirganda shilliq qavatiga ta'sir qiladi va shilliq qavatiga ta'sir qilgan hisobiga shilliq qavati zararlanadi. Ya'ni suv atrofiga hosil bo'ladi va shu hisobiga burun tezda qonaydi. Bunaqa holatlarda sizga bitta tavsiya beriladi. Tezda burningizni oddiy sho'r suv bilan yuvib turishni unutmang. Bu holatlarda aynan burunning qonashini kamaytiradi. Kunlar isishganda aynan ko'p odamlarda, insonlarda, особенно yosh bolalarda burunda tezda qonashini kuzatiladi. Bunga asosiy sababi bu mavsumga bog'langan holat hisoblanadi. Ya'ni yoz mavsumida kunlar isigan hisobiga havo juda ham quruq va isitilgan bo'ladi va bu burunning ichiga kirganda shilliq qavatiga ta'sir qiladi va shilliq qavatiga ta'sir qilgan hisobiga shilliq qavati zararlanadi. Ya'ni suv atrofiga hosil bo'ladi va shu hisobiga burun tezda qonaydi. Bunaqa holatlarda sizga bitta tavsiya beriladi. Tezda burningizni oddiy sho'r suv bilan yuvib turishni unutmang. Bu holatlarda aynan burunning qonashini kamaytiradi.